Mashina urib ketuvdi meni 16dan chiquvdim. 10 ming so'm pul yetmayapti menga. Qirg'izistondan klient keldi, gaplashdik, juda uzoq suhbat qurdik. 5 ming dollarlik tovar oladigan bo'ldi. 5 ming dollarlik tovar. Bo'ldi, hammasi hal bo'ldi, yozdim. Men yozmadi, boshqa qilmadi. 2 kun 3 kun o'tdi, yozmadi. Tashqarida turdim, bitta odam keldi. Siz bilan kecha ko'rishuvmidik dedi. Keyin yo'q, adashdingiz, men chiqsam. Keyin bo'pti, mayli, sekin ketyapti. Men bildim, endi pul so'ramoqchi deb o'yladim-da. To'xtang dedim, yaxshini. Nima bo'ldi aka, nima muammosi? Mashina urib ketuvdi meni 16dan chiquvdim. 10 ming so'm pul yetmayapti menga. Sergeligacha yetib olishim kerak. Cho'chayimni ko'rlasam 10 ming pul yo'q-da, faqat dollarim bor ekan, xullas 50 dollar deb bor ekan. 50 dollar shunday berdim. Mana aka, tushi. Agar aldamayotgan bo'lsangiz, mana pul sizga dedim. Aldayotgan bo'lsangiz, qolgani Allohdan. Rahmat dedi, duo qildi, ketdi. Keyin do'konning ichiga kirib, yo'q qilib kiyim oldim, shu telefon jinglayapti. Mana qirg'izistonlik telefon oldim. Aka, ani molni chiqazib yuboring dedi men. Qaradim, 5 ming dollar shundan bo'ldi, mol chiqib pul o'tdi dedi. Bitta joydan pul olasiz dedi. Telefonni qo'ydim, bundoq o'yladim. Alloh berdi, 50 dollar bersiz, 5 ming dollar bo'lib qaytadi. Berdingizmi? Alloh shu 10 barobar qilib qaytadi.